Bugun sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar tufayli tibbiyot turizmi ham jadal rivojlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina Samarqand viloyatida o'tgan 2024-yilda xususiy tibbiyot muassasalari tomonidan 8000 nafar, davlat tasarrufidagi tibbiyot muassasalari tomonidan esa 3734 nafar xorijlik fuqarolarga tibbiy xizmatlar ko'rsatilib, tibbiy xizmatlar eksporti $1 million tashkil etgan. Joriy yilda xizmatlar eksportini 2 barobarga oshirish choralari ko'rilmoqda. Gulchehra Jo'raboyeva 56 yoshda, Tojikiston Respublikasining Panjkent viloyatidan. Nebaxtki, O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasidagi chegaralarning ochilishi sabab u respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filialiga davo istab keladi. Ikkinchi kelishim shu shirin so'zlari bilan, shu muolajalar bilan hammasini yaxshi davolayapti. Xursandman kelganimga. Ertaroq kelmabman deb afsuslanaman endi. Ikkita davlatimizda prezidentlarning tashabbusi bilan mana bu yo'llar ochildi. Men misol Dushanbega qiynalib borib keldim. Agar yana borib kelsam, har necha kunda rosa qiynalaman azob bilan borib. Uzoqlik qilib, yaqin bemalol o'tib kelamiz. Misol tez-tez nimalarimiz tekshiradi, daryo o'tkazadi. Saidjon Nozirov esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan. U bugungi kunda tibbiyot markazida davo muolajalarini olmoqda. U O'zbekiston tibbiyoti jahon standartlariga javob beradigan darajada rivojlanayotganini e'tirof etib, chegaralarning ochilishi ikki davlat o'rtasidagi barcha sohalarda hamkorlik rishtalarini mustahkamlashga yordam berayotganidan mamnun. Sarvadi ardu davlatimga rahmat. Avvalo ikkala davlat rahbarlariga rahmat aytaman. Yo'llar ochilgach, chegaralardan bemalol o'tib qaytish imkoniyati paydo bo'ldi. O'zbekistonga kelib davolanib ketyapman. Bu 4-bor kelishim. Ko'ryapmanki, bu yerda tibbiyot ancha rivojlanib bormoqda. Tibbiy uskunalar, jihozlar ham zamonaviy. Hamma sharoitlar bor. Hozir ahvolim ancha yaxshi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat filialida qizil o'ngach, o'pka, ko'ks oralig'i, jigar, oshqozon, buyrak o'smalari kasalliklariga ham shu yerning o'zida tashxis qo'yilib, yuqori texnologiyali operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyati yaratilgani viloyatda tibbiy turizmni rivojlanishiga ham yordam bermoqda. O'tgan 2024-yilda filialga 1300 nafar qo'shni davlatlardan bemorlar kelib, tekshiruvlardan o'tgan hamda ularning aksariyati shu yerda davolanib chiqqan. Hamma turdagi operatsiyalar, ximiya, nur olish uchun ko'p bemorlar kelib bizlarda davolanib ketmoqda. Tojikiston fuqarolari ham juda ham xursand. Navbat kutish bular uchun yo'q, kelgandan birinchi olib o'tilib, yashil yo'lak bular uchun qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda Samarqand viloyatida tibbiy xizmatlar eksporti $1 million tashkil etdi. Joriy yilda ushbu sohada 1,5 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilishi belgilangan. Bunda 10 ta ko'p tarmoqli xususiy tibbiyot markazlari ishga tushiriladi hamda tibbiyot xizmatlar eksporti 2 barobarga oshiriladi.